AudioJungle. Alkonia kompaniyasi Rossiyada yurgan yurtdoshlarimizga arzon va qulay, ishonchli avtobus va mikroavtobuslar xizmatini taklif qiladi. Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentga tez va arzon narxlarda avtobus hamda sprinterlar xizmatidan foydalanishni taklif etadi. Roselxanadzor Novosibirsk bo'limi O'zbekistondan keltirilgan 19 tonna pomidorni qabul qilmadi. Bu haqda UzNews xabar bermoqda. Laboratoriya tekshiruvlari natijasida O'zbekistondan yuborilgan pomidorlarda Janubiy Amerika tamat kuyasi borligi ma'lum bo'ldi. 19 tonna pomidor O'zbekistondan fitosanitariya sertifikati bilan yuborilgan edi, ammo laboratoriya tekshiruvlari o'tkazilganda pomidorlar zararlanganligi ma'lum bo'ldi. Zararlangan mahsulotlarni Rossiya hududida foydalanishga taqiq qo'yilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joylarda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari, yangi loyihalar bilan tanishish, xalq bilan muloqot qilish maqsadida 22-iyun kuni Farg'ona viloyatiga tashrif buyurdi. Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi dasturida O'zbekistonning har bir hududi kabi Farg'ona viloyatini ham har tomonlama rivojlantirish, iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, ulkan bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish, aholi hayot darajasini yuksaltirish borasida aniq reja va maqsadlar bayon etilgan edi. O'zA agentligining ma'lum qilishicha, prezident Farg'onaga tashrifi davomida mazkur rejalar ijrosi, istiqboldagi loyihalar bilan tanishadi, xalq bilan muloqot qilib, shahar va tumanlarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechiradi. Toshkent shahrining Bektemir tumanida 17-iyun kuni soat taxminan 12:00larda Dilshod Rahimovich Toshmuhammedov ismli shaxs o'z xonadonida voyaga yetmagan qizning ojizligidan foydalanib, o'z jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirgan. Toshkent shahar IIB matbuot xizmatidan ma'lum qilishlaricha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 119-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Toshmuhammedovga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan bo'lib, dastlabki tergov harakatlari doirasida uning boshqa jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda. Poytaxt Moskvadan olingan xabarlarga ko'ra, bunaqasi o'tgan fevral oyidan buyon kuzatilmagan. Moskva birjasidagi tonggi savdolarda 1 AQSh dollarining qiymati 60 rublga chiqqan. Rossiya milliy pul birligining yevroga nisbatan ham yana arzonlashib borayotgani kuzatilgan. Yevroning qiymati o'tgan dekabr oyidan buyon ilk bor yana 67 rublga ko'tarilgan. Xabarlarga ko'ra, bunga jahon bozorida yana neft narxining pastga tushishi sabab bo'lgan. So'nggi savdolar bilan solishtirganda neftning bahosi 2% ga arzonlagan. Oxirgi yillarda neft narxining o'ynoqlab turishi rublning qiymatiga jiddiy ta'sir qilgan. Rossiya milliy pul birligining ketma-ket rekord darajada qadrsizlanishiga sabab bo'lgan. Bunga qo'shimcha G'arb tomonidan kiritilgan sanksiyalar yangi iqtisodiy inqirozga sabab bo'lgan. Buning ta'siri Markaziy Osiyodagilari dohil ko'plab sobiq sho'ro davlatlarida ham sezilgandi. Demak, bu bizning ikkinchi versiyamiz validatorlarni upgrade qilingani. Birinchi versiyamiz aprel oyida ishga tushirilgan edi. Hozir mukammallashgan validatorimizni sizlarga namoyish etamiz funksiyalarini. Qani ketish hodigi karta orqali. Bu NFC karta orqali. Yozyapti. Nima yozyapti? Yo'l xatti NFC karta orqali amalga oshiradi. Tak, ketdi. Endi keyingisi nima bilan qo'ydi? NFC Prilojiya orqali. Ketdi. Telefonda prilojiya orqali. yozyapti. Nima yozyapti? Qani? Smartfon orqali. Aha. Endi QR kod bilan orqali o'qiydi. Bu eng mukammal qo'shilgani bu QR kod orqali mana. QR kod ko'rsatilyapti bunga. Chiqazyapti. Avtoriska printerda. Printerda avtoriska ham bor, a? Qani? Qani? Tayyor. O'z qirqib beryapti. Qani? Nima yozilyapti? Biletni ko'rsinchi. Nima yozgan? Qani? NFC karta orqali to'landi. Xo'p, endi anaqadan to'layinchi, qani QR koddan to'laymiz. Chiqibdi. Nima yozilgan bunga? QR to'lov. QR to'lov orqali to'langan. Xo'p, endi telefondan to'laymiz. Bu haqqi smartfon orqali amalga oshirildi. Hammada deysiz. ishlayapti.
Bilasizmi, mana inson huquqlariga uncha talab yo'q edi. O'sha virtual qabulxona yangi ochilganda. Hamma o'sha yoqqa borib, arizasini yozishni boshlardi. Lekin kun, vaqt, soat o'tgan sayin sekin yana odamlar bizga murojaat qilishni boshlashdi. Biz aytamiz, mana prezident virtual qabulxona ochib qo'ydi. To'g'ridan to'g'ri o'ziga yozsalar bo'lmaydimi? O'ziga murojaat qilsalaring bo'lmaydimi? Ancha samarali ish beradi. Bizda hech qanday kuch yo'q. U virtual qabulxonada katta kuch berilgan, imkoniyat, imtiyozlar berilgan, vakolatlar berilgan deb tushuntirsak, qo'ysangiz, baribir foydasi yo'q ekan. Bu yoqqa yozganingiz bilan aylanib kelib, shu yerdagilar endi ishni ko'rar ekan. Ular hamma ishni qonunan to'g'ri qilib qo'ygan-ku, lekin bu yerda biz baribir jabr ko'rib qolaverar ekanmiz degan gaplarni gapirishyapti. Xalqda sekin ishonch so'nishni boshlayapti. Fuqaro qachon prezidentga murojaat qiladi? Qachonki bir rahbar, bir amaldor odam biron bir nojo'ya xatti-harakat qilsa, keyin prezidentga chiqadi. Prezidentga o'sha amaldorning ustidan arz qilib chiqish uchun virtual qabulxonaga borsa, u yerda albatta uni eshitishmaydi. Misol 1,5 mingta arizadan 27 tasi qoniqarli javob olgan yer masalasida. Bu virtualga chiqmasa ham hal bo'ladigan bir ish ekan aslida, bunday surishtirganimizda. Kun o'tgan sayin xalqda virtual qabulxonaga ham ishonch sekin pasayib boryapti. Mana 25 yil shunday bir fikrmi, ijtimoiy fikrmi yaratilishga urinilgan edi. Hamma uning atrofidagilarda u yaxshi gapiryapti-yu, lekin atrofdagilar bajarmayapti degan narsa paydo bo'ldi. Shunaqa bir narsa yaratilishga urinilgan edi bir paytlar. Hatto xalq orasida Islom Karimov o'zi zo'r odam, lekin uning yonidagilar ishini yaxshi bajarmayapti, shuning uchun qiynalyapti degan bir g'oya, fikr paydo bo'lgan. Hozir ham shunga o'xshagan fikr paydo bo'lyapti. Shavkat Mirziyoyev zo'r prezident, zo'r gaplar gapiryapti, zo'r tanqid qildi, boplab qo'ydi degan gaplar bo'lyapti. Lekin atrofdagilar uni tushunmayapti, uni ishiga teskari ish qilyapti degan fikr paydo bo'ldi. Nima demoqchi bo'lganimni tushunayotgandirsiz. Tarix yana takrorlanyapti. Yasoyoqlik ko'pchilik adashib zararsiz deb hisoblaydigan va keng tarqalgan kasallik. Bu kasallik kamdan kam hollarda tug'ma bo'ladi. Oyoq kafti shaklining o'zgarishi ko'pincha jismoniy faolligi yetarlicha bo'lmagan yoki haddan tashqari ko'p bo'lgan ortiqcha vaznli kishilarda rivojlanadi. Agar sizni ham bunday noqulaylik bezovta qilayotgan bo'lsa, eslatib o'tamiz. To'g'ri tashxis qo'yish va davolanishni shifokor tayinlaydi, lekin uning belgilarini hozirning o'zidayoq yengillashtirish mumkin. O'zingizda yasa oyoqlik bor yoki yo'qligini uyda ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bir varaq qog'oz va bo'yovchi modda, masalan guash, yod yoki yog'li krem oling. Oyoqlaringiz kaftiga suring va avaylab qog'ozning ustiga turing. Izlar qurigandan keyin tovondan bosh barmoqning bo'rtib turuvchi qismiga tomon to'g'ri chiziq o'tkazing. Bu chiziqqa tik ravishda kaftingizning eng tor joyidan ikkinchi chiziqni torting. Agar izning eng tor joyi uzunligi birinchi chiziqqacha bo'lgan masofaning yarmini yoki undan ham ko'proqni tashkil qilsa, u holda sizda yasa oyoqlik mavjud. Tovonlar balandligini o'zgartirishga va ularni to'g'ri holatda tutishga mo'ljallangan bu mashqni ertalab bajargan ma'qul. 20-30 soniya oyoq uchida turing. 5-10 marta takrorlang. Zaif mushaklarni va boldir paylarini mustahkamlaydi. Yerga bir necha sharchalarni qo'ying. Oyog'ingiz barmoqlari yordamida har bir sharchani navbatma-navbat idish ichiga joylashtiring. Ijobiy samarani kuchaytirish uchun boshqa mashqlarga ham e'tibor berishingiz lozim. Va siz oyoqlaringizga yengillik, o'zingizga esa yaxshi kayfiyat qaytganini sezasiz. Agar ushbu rolik sizga yoqqan bo'lsa, like ni bosing va kanalimizga obuna bo'ling.